Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi? Hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Xususan, registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление xizmatlari va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasini tayyorlab beramiz. Hammasi qonuniy, tezkor va ishonchli. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya mamlakatda Telegram faoliyatini cheklashni boshladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 10 fevraldan boshlab Rossiyada Telegram messenjeri faoliyati qisman cheklana boshladi. Bu haqda RBK xabar berdi. So'nggi kunlarda foydalanuvchilar orasida messenjer faoliyatida ishlashida uzilishlar bo'yicha shikoyatlar ko'paygani qayd etilgan. 2025-yil avgust oyida Rossiya rasmiylari Telegramdagi qo'ng'iroqlarni cheklagan edi. Rasmiylar o'shanda bu ilova firibgarlik uchun ishlayotganini bildirgan. Davlat dumasi deputati Sergey Boyarskiy joriy yilning yanvar oyida Telegramni to'liq bloklash rejalashtirilmayotganini aytgan edi. Uning aytishicha, messenjerda biznes va foydalanuvchilar uchun muhim bo'lgan ko'plab axborot kanallari mavjud. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migrantlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, kelishuv va reydlar davomida ularning huquqlarini poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipial ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarni doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi. Politsiya Serenogorskaya va Kubinskaya ko'chalarida qurilish maydonchalarida reyd o'tkazdi. Hudud avval dron yordamida ko'zdan kechilgan, keyin itlar yordamida tekshirildi. 500 nafar chet ellikni tekshirish uchun taxminan 100 nafar xodim jalb qilindi. Migrantlar qo'shni davlatlar va Sharqiy Osiyodan kelganlar edi. Til to'sig'i tufayli aloqada qiyinchilik yuzaga keldi va tarjimonlarni jalb qilishga to'g'ri keldi. 60 kishi politsiya bo'linmalariga olib ketildi. Hujjatida xatolik bo'lgan 40 nafar chet ellikka ma'muriy jarimalar solindi. 23 fevralda mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1,200,000 so'm. Toshkent Sankt-Peterburg avtovokzalgacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novaya Sevinskaya avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish rejalari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Ramazon oyi qachon boshlanishi e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasi ma'lum qilishicha, Ramazon oyi 18 fevral kuni quyosh botishi bilan boshlanadi. Birinchi taroveh namozi 18 fevral, birinchi ro'za kuni 19 fevral, oxirgi taroveh namozi 18 mart, oxirgi ro'za kuni 19 mart, Ramazon hayiti 20 mart. Muhim eslatma: 19 fevral kuni bomdod namoziga qadar og'izni yopish shart bo'ladi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Moskva metrosi xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Migrant nimani bilishi kerak? Moskva metrosi rasmiylar aytishicha, endi metroga kirish paytida yo'lovchilarning mobil telefonlarini tekshirish mumkin. Metro vakillari buni Rossiya transport vaziriga buyrug'iga tayanib e'lon qilishdi. Ushbu qoidalar transport xavfsizligini oshirish uchun ekanligi iddao qilinmoqda. Tekshirish oddiy xavfsizlik xodimi yo'lovchilardan telefonlarni yoki boshqa elektron qurilmalarni oddiy qurilma ekanligiga va to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun ularni yoqishni so'rashi mumkin. Bunga fotosuratlar, xabarlar va shaxsiy fayllarni ko'rish kirmaydi. Qoidalarga ko'ra uning tarkibi emas, faqat qurilmaning o'zi tekshiriladi.
Shunga o'xshash choralar oldinroq Sankt-Peterburgda ham joriy etilgan edi. Migrantlar uchun bu barcha yo'lovchilar uchun umumiy qoidalar ekanligi, chet elliklarga qarshi maxsus choralar emasligi tushuntirish muhimdir. Agar xodim sizning telefoningizni ko'rsatishini so'rasa, xotirjamlik bilan bajarish yaxshiroq. Bahslashish, baqirish yoki tajovuzkor xatti-harakatlar vaziyatni yanada murakkablashtirishi va qo'shimcha tekshiruvlarga olib kelishi mumkin. Umuman olganda bu qo'shimcha xavfsizlik chorasi. Agar siz xotirjam bo'lsangiz va qoidalarga rioya qilsangiz, bunday tekshiruvlar odatda tez va muammosiz o'tadi.